Kimyoviy reaksiya tezligi 9 mol taqsim litr minutga teng bo'lgan reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 3 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasi 20 gradus Selsiyaga tushirilsa, keyingi reaksiya tezligi boshlang'ich tezlikdan necha marta katta bo'ladi? Berilishini yozib olamiz. Nima formulasini yozamiz? Temperatura koeffitsiyentiga bog'liq tezlik o'zgarish formulasini yozamiz. Temperatura koeffitsiyenti 3. Demak, temperatura koeffitsiyenti 3 ekan. Temperatura 20 gradus Selsiyaga kamaygan ekan. Demak, o'zgarishi, temperatura o'zgarishi 20. 20 ni 10 ga bo'lamiz. 2 bo'ladi. 3 ikkinchi darajasi 9. Temperatura kamaysa, tezlik kamayadi. Odatda temperatura oshsa, tezlik oshadi. Demak, temperatura kamayyapti va tezlik ham shunga mos kamayyapti. Ya'ni V1, V2 bo'lsa, xuddi shunga mos T1, T2. Temperatura kamayyapti, tezlik ham kamayadi. Tezlik 9 marta kamayyapti. Bu yerda aytayapti, boshlang'ichga nisbatan tezlik necha marta oshyapti deyapti. 9 degani 9 kasr chizig'i deb tasavvur 9 taqsim 1 degani. 9 taqsim 1 degani. Bu 9 taqsim 1. Agar kamayyaptini oshyaptiga to'g'rilab yozish kerak bo'lsa, teskarisiga o'zgaradi. Ya'ni bir tepaga 9 pastga tushadi. 1 taqsim 9 marta oshyapti. Ya'ni boshlang'ich o'tayotganda aslida kamayyapti, oshyapti deb aytish uchun demak 1 taqsim 9 ga almashadi, teskarisiga o'zgaradi. Shu demak to'g'ri javob D varianti.